Adajon. Nima bo'ldi qizim senga? Adajon, hamma o'rtoqlarim ustidan kulyapsizlarni uylayotib. Qachon biz ham uyga uy olamiz? Faqat olamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelinglar. Qanday yordam bera olaman? Shu Sizdamin Building loyihasidan 2 xonali uy xarid qilmoqchi edik. Shu haqda ozgina ma'lumot bersangiz. Boshlang'ich to'lovga pulingiz bormi? Ozroq pulim bor, faqat yetmasa kerak, yana ham bilmadim. Lekin men albatta topib kelaman. Hayot aka. Arabangiz bo'shmi? Bo'sh. Aka keling, do'kondagi yuklarni tashib oling. Hozir mana. Aka, assalomu alaykum. Bo'shmisiz? Shunday mana shu qopni ortib olinglar aka. Xo'p, aka. Bu odamni qopingiz? Bu yoqda ichkarida. Aka, yana qaytga. Bo'ldi aka, piyoz olib borib turing, pulini berib oling, xo'p. Aka, mana shu qop. Shuni olib olaylik. Qoptanimi? Ha, shu. Xo'p. Boylik eng ulug' ne'mat, yo'qmi inson qiymat. Qayerda mashina? Ko'chada aka. Bo'ldi aka, yuklarni tushir. Mana aka, haqqingiz. Rozi bo'ling. Xo'p aka, rahmat. Rahmat. Yo'qmi inson qiymat, o'ylab qolaman o'tkinchi olam. Mol dunyoga buncha och bu odam, cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam. Mensimasdan qarar ko'z xirdan, sezmay qolaman aldaydi odam. Adajon, hamma o'rtoqlarim ustidan kulyapsizlarni uylayotib. Biz ham qachon uy olamiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormanglar. Aka, bo'sh bolalar bormidi? Ahror, qaravor. Ko'chada mashinam qolib ketdi aka. O'sha balonni almashtirish kerak edi. Aka, men borib o'tirmayman endi. Baloningizni yechib olib kelsangiz, chetda ham beraman. Yoshda nima o'zim qo'yaman, yuring. Rahmat aka. Bor aka, bor, bemalol. Aka, keling, aka, o'tirib turing. Ha, siz ofisga kelavering, bemalol gaplashamiz. Albatta, xo'p, aka. Keling aka, qanday yordam bera olaman? Aka, mana o'tgan safar itgan pulingizni olib keldik. To'xtang aka. Narx-navolar o'zgarganidan xabaringiz yo'qmi? Yo'q. Narx-navolar o'zgargan. Agar siz o'tgan safargidek pul olib etilgan pul olib kelgan bo'lsangiz, unda bu pulingiz yetmaydi. Keyinroq gaplashamiz aka. Alo. Do'stim, o'zingiz o'tgan safar aytgan pulingizni olib keldim-ku. Men bu pulni topaman deb ozmuncha ish qilganim yo'q, do'stim. Qizimga va'da berib kelgandim-da. O'shancha. Qizingiz bilan mening ishim bor. Turing o'rningizda. Boshimni ko'p og'ritmang. Alo. Aka, boring chiqib keting. Hali shu yerdamisiz? Tinchlikmi? Nima baqir-chaqir bo'lyapti bu? Assalomu alaykum xo'jayin. Ha, tinchlik, keling. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Nima qilib yuribsiz bu yoqda? Uy olamiz deb keldik. Uylardan oshib ketganiga o'xshagan ketamiz. Uy narxi ko'tarilibdi. Tushunmadim. Kim ko'tardi uy narxini? Bu odam peshana teri bilan pul topib kelyapti. Sen qaqa narxlarni oshiryapsan. Tur chiqib ket bu yerda. Aka, men bor uzr, keling o'tiring. Ishchilarimiz sal noqulaylik tug'dirib qo'ydi. Bu Diamond Building loyihasi 3-inchisi bo'ladi. Shuning uchun ishchilarimiz aybini yuvish maqsadida aka boshlang'ich to'lovini biz kompaniyamiz nomidan qilib beramiz sizga. Qolganini 24 oy hech qanaqa foizlarsiz to'lab bemalol yashaverasizlar. Sentyabr oyiga bitadi aka. Rahmat. Qizim, endi bizga ham uyimiz bo'ladi, qizim. Ure, biz ham endi uyimiz bo'ladi, Adajon. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada.